Так, mana obyektimizni birinchi etajini ustanovkalari bitdi. Qalagan vyuglchatillarni qo'ydik. Hammasi yonyapti, ishlayapti normal. Bu yerda kuxnyani stolovaya. Tak, bu yerda zalimiz. Zalimizni sal figurasi boshqacharoq bo'ldi. Patsiyetka egaliganlarimizdaniki. Bu yerda ham xuddi shunaqa qora ramkali Panasonic vyuglchatillarni qo'ydik. Pastda ko'plik bo'lmazani datchigi. Bu yerda mana zinamiz ham tayyor. Bu yerda spalnigimiz.